Videoni tezlashtirish va sekinlashtirishi osongina ko'rib olamiz. Buning uchun CapCutga yuklangan videoni ustiga bitta bosamiz, pastda ikkinchida speed turibdi. Ruschasi demak skorost bo'ladi. Ustiga bitta bosamiz hamda normalga o'tkazamiz. Normalda o'ng tarafga qarab yursak videomiz tezlashadi. Ko'rib olamiz. Video tezlashdi. Endi esa mana shu skorostda 1x dan chap tarafga qarab yurg'izsak, unaqada videomiz sekinlashadi. Mana sekin bo'lib ketdi. Xohlasizlar o'ngga yurg'izib tezlashtirib olinglar, xohlasizlar chapga yurg'izib sekinlashtirib olinglar. Endi esa mana bu yerda ikkinchi tugmani bossak, bu shablonlar hammasi videoni ham sekinlashtirib, ham tezlashtirishga xizmat qiladi. Bu yoqda tayyor shablonlari bor. Shulardan foydalansanglar bo'ladi. Masalan, mana buni ko'ramiz. Mana video sekin boshlanib, tezlashib, yana sekinlashib, yana tezlashib ketaveradi shunaqa. Agar sizlar buni qo'lda qilmoqchi bo'lsanglar, mana bu yerda ikkinchida turgan customni bosasizlar va yana bitta ustiga bosib, mana ko'rib turibsizlar, hammasi 1x da tekst turibdi. Agar dumaloqchani ustiga bosib tepaga ko'tarsanglar, video tezlashadi. Agar pastga tushirsanglar, video sekinlashadi. Mana sekinlashdi. Endi buni qo'lingizda ruchnoy har xil qilib o'zingizga yoqqan tezlikda speed ramp qilib olsanglar bo'ladi do'stlar. Shu bilan videoni skorostini qanaqa qilishni o'rganib oldik. Menga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda animatsiyani o'rganamiz.